Men Şinjan Mehnat Savdochilik şirkati Qashqar oblast sirchiligining qurg'uvchisi. Biz qilayotgan bu sirchilik tijoratini bizning oilamiz qilayotgani 45 yil bo'ldi. Men o'z oldimga qilayotgani 10 yil bo'lib ochdi. Bizning mushu Shayin Bayson marketing sirlarimizni Qashqar viloyat tavasida 1 yilda 400 tonnadan 500 tonnacha sir setilib tugatdi. Qashqarning O'shki noyisi undan boshqa hamma mush yizi bozorda muqim setayotgan do'konchilar bor. Undan boshqa bizningki Xotandan bir qism noyalarda, Aqso'ning bir qism noyalarda, Turpandan muqim vakolatchimiz bor. Korla, G'ulja, G'uljining ba'zi noyalarda olib ishlatib ustamlar, setayotgan do'konchilar bor. Biz mushu sirchilik tijoratini o'z oldimizga qilayotgan 10 yilning mobaynida nurg'ulg'an zavod bilan hamkorlashdik. Nurg'ulg'an zavodninki milini mush Qashqarga kelib sotdik. Bu jarayonda nurg'ulg'an masalaga duch keldik. Ba'zi zavodlarninki bahosi biz degan o'lchamda eshib ketdi. Ba'zi zavodninki sifati bizga o'lchamga yetmadi. Yana ba'zi zavodning mili turaqsiz, yoki sifat o'xshamaydi, yoki baho o'xshamaydi, yoki rapor qolib qoldi. Shuning bilan biz ichkiridagi zavodlarni aylanib nurg'ulg'an izlanishlar orqali oxiri mushu Lenju Shayin Bayson markasidagi sirni Qashqar bozoriga kelib sotdik. Oldingi mushu 4 yil mobaynida biz buni bevosita haq tavsiya qilib, tashviq qilib chiqarmagan. Nimishqa deganda mush zavodmi bundan burungi zavodlarga o'xshash turaqsizliklar ko'rilsa, endi xaridorning oldida biz yolg'onchi bo'lib qolmayli degan sabablik. Endi hozirgi kun kelganda mush zavodning mayli baho, mayli sifat, mayli o'lcham birlik hamma jihatda izchil holatni saqlab kelayotganlik uchun oxiri buni biz xaridorlarga tavsiya qilib, tashviq qilyapmiz. Biz Xinjiangga hamma yerdan davomli vakolat qabul qilyapmiz. Mushu milimizni ishlatishni o'ylashayotgan ustamlar yoki mushu setishni o'ylashayotgan xo'jayin loballar davomli men bilan aloqalashsangiz bo'ldi. Nomerimni qoldirib qo'ysanglar, o'zim sizlar aloqalashman. Ma rangli o'chimkan. Ma sokani girmonda keldik. Siz kelmaysizlar rost. Biz mushu zerlik sirlarimizningki sifatini, ranglarini taxim yaxshilash uchun davomli ishlab kelishyapmiz xaridorlar. Shunga bizni davomli qo'llab turinglar. Ilmo bek yaxshi qo'llayapsizda. Biz yana bir gap xaridorlar. Bizningki Shayin Bayson marketingga sirimizga Yemisha noyat Tozg'un bozoridan vakolatchimiz bor. Burunqi o'tqash, hozirgi jingan bezakchilik materiallarini to'plaqish o'rni. Mush bizning Shayin Bayson marketingga sirlarimizni ishlatayotgan va ustamlar yoki ish egalari ay Tozg'unning o'zidagi shu Turahmatjonning yoniga borsanlar, mush Qashqardagi baho bilan o'xshash bahoda sizlarga material ta'minlaydi. Uning kendidan biz Xinjiang'dagi nurg'un yerlardan vakolatchi oldik. Endi buni hammani chiqarib olmaydi ekanmiz. Shunga biz bilan mushu aloqalashib bizningki Shayin Bayson marketingga sirimizni setishni o'ylashayotgan do'konchi loballar chaqam bizlar aloqalashinglar. Bo'shalabek jiqqanmidi. Biz davomli sizlarga sifatda, bahoda a'lo bo'lgan sharoitlarni ta'minlaymiz. Tatib chiqamizsa qilib sitilmay qoldimki deb o'ylab qolmanglar. Bugun Bayson sirlarimizni yana bir mashina olib keldi. Bugun men tatib chiqarib qo'ydik. Tatib chiqamizsa qilib sitilmay qoldimki deb o'ylab qolmanglar. Lenju Shayin Bayson sirlarimizni davomli taqdim etamiz zakasini. Mushunga o'xshash 30 tonnalik mashinada Qashqarning o'zida normal olganda bir oyda 2 mashinadan 3 mashinacha sir setilyapti. Ondan yana bir gap, Xinjiangning hamma yerdan Lenju Shayin Bayson marketing sirlarimizga vakolat qabul qilamiz. Tatotsa. Bu biz Vanxonmadir bilan gap ketgan bu tatidga. Shu kunda shu ilovatimiz, setavatimiz bu Shayin Bayson sirga vakolatchi bo'lishni o'ylashayotgan barliq jutga tuqqanlar chaqam bizlar aloqalashinglar. Nurg'un kishilar mendan mush sir setib pul topgan olamdi deb so'raydi. Men bugun sizlarga mush sir setib 1 yilda qanchalik pul topgan olganligini taxminan hisob qilib beray. Men mush o'z oldimga sirchilik tijoratini qilayotgan 10 yil bo'lib eshibdi. O'z markamizda sir yozib setayotganimiz 4 yil bo'libdi hozir. Mush jarayonda Xinjiangning hamma yerdan vakolat qabul qilyapmiz. Ham 10 necha vakolat qabul qilib bo'ldik. Buning ichidagi tipik bir misolni men sizlarga so'zlab beray. Bizning Xotan Qorqashlik vakolatchimiz amaliyotda kasbiy sir do'kon ochmaydi. To'moni topda aqtidi. O'z vaqtida biz bilan aloqalashib, nurg'un xaridorlarni
Şinjan'daki sırrını ançımut so'raydiganligini, qo'shimcha qilishni o'ylashganligini aytib, biz bilan hamkorlashgan. Mush hamkorlashayotgan bir yil jarayonida taxminan 400 ming ko'yliq sir setib chiqarib, 60-70 ming ko'y kirim yaratdi. Yana bir yerlik vakolatchimiz bor. Yangidan dukka ichib, o'z vaqtida biz bilan aloqalashib, ozdig'ini rasmiylash tijoratini boshlab, hozirga kelganda bir yilda 100 ming ko'y atrofida iqtisodiy qimmat yaratyapti. Biz Şinjan'daki barliq bo'sh o'rinlardan davomli vakolatchi qabul qilyapmiz. Mush ishni qilishni o'ylashayotgan, sir setishni o'ylashayotganlar davomli biz bilan aloqalashsanglar, biz yaxshi bo'lgan sifatli materiallar bilan ta'minlagandan sirat, mush sirninki xususiyati, alohidligi, bundan boshqa qanday setib chiqarish qatorliq hamma jihatlarda sizlarni yaxshi tarbiyalaymiz. Mana film tatib chiqamiz, aqlam setilmabdi, to'xtab qoldi deb qo'ygansizlar mana. Davomli setyapmiz, davomli taqtibyapmiz. Mata bugun kelgan mol 10 chimet turib, manda arilib tugatdi. Shunami ya? Şinjan'daki bo'sh o'rinlardan yani davomli vakolatchi qabul qilyapmiz juma. Mushu sirni setishni o'ylashayotganlar, vakolatchi bo'lishni o'ylashayotganlar davomli biz bilan aloqalashinglar. Şurpa oğul turuptuk bunu ma. Taşlışını. Davamlıq kilovatida, davamlıq setyapmiz. Vakolatchi bo'lishni o'ylashayotganlar chaqqan aloqalashinglar. Mush molning sifatidan davomlıq bir xil bo'lishiga kafolat qilish uchun har qitim kelgan moldan Evriş kelib mushlar tashkil etib turibmiz, xaridorlar. Xotirjam bo'lsanglar oldim. Necha vaqtingiz bizningki mas zarlik sirlarimizda nayt yaxshi qo'llab o'tirib ishlatib keldinglar, xaridorlar. Ham bizningki bu zarlik sirlarimiz nayt ko'zir mahsulotimiz. Endi hozircha bundan 10 xil rangi bor. Biz ham nurg'un iznish orqali mushlar har xil ranglar davomli tadqiq qilish orqali buni ranglarni ancha-muncha ko'paytmoqchi. Biz ham mushlar rangni davomli iznish qilyapmiz. Biz ham mushlar nurg'un izlab hozircha bir 6-7 xil rangni bekitdik. Buni biz hamda 20 xil, 30 xil qilmoqchi. Shunga buningga biz toza oxirini tanlab yetish bo'lmay qoldik. Mush necha vaqt bizni qo'llab kelayotgan ustamni be inkas rayonida be yo'llab qo'yganlar, o'zinglar amroq yoki ishlatganlar bor rangni. Shuning ichidan tanlab biz shu mahsulot jasib ekilimiz Navada yo'llagan ranglar bizga yarab qolsa, alohida ko'ngil sog'imiz bor. Necha vaqtimizda bizni yaqindan qo'llab elimizni sog'izib ishlatayotganmiz kelpin naysga xaridorlar. Padarda bizningki kelpin naysida maxsus setish o'rnimiz bo'lmoqchi. Hem hozirning o'zida mallarimiz bor. Biroq yampon mallar berib, ashada tizilib bo'ldi. Kelpin naya ajoyib po'lat temir top taqtish o'rni. Mush chiqarib qo'ygan rasmdagi o'rin shu. Chunki bizningki Sheinbeyson markasiga har qanday sirimiz lozim bo'lsa, jirafyadan sog'izmsanlarmi kelpinning o'zi turiblar, bevas zot basida mal setib olasizlar. Sheinbeyson sirimizningki Xotan Qarqash vakolatchimizning milini tayyor qilyapmiz. Qarqashdagi o'rnimiz Xotan Qarqash naya Baxit 5 xil metal po'lat temir materiallarini to'p setish o'rni. Mushu davomli Şinjan'dagi barliq bo'sh o'rinlardan vakolatchi qabul qilyapmiz. Mushu Sheinbeyson markasidagi sirimizni setishni o'ylashayotgan 5 xil metal dukka ochadigan yoki sirchilik dukka ochadigan yoki po'lat temirni to'p taqtidigan xaridorlar davomli biz bilan aloqalashsanglar bo'ldi.